Assalomu alaykum akalar, kuzatuvchilar. İspanya'damiz akalar. Vigruskaga yana keldik. Tumaro dedi. Vigruskamiz ertaga. Shunga bekar yotgandan bekar ishlaylik. Mashinamiz turibdi, demak oylik ozilyapti. O'zimiz ozgina miyani dam oltiraylik deb. Sho'pirlar ozgina zerikib qoladi yurganda. Shunaqa joylarga to'xtaganimizda biz ham tabiatlarga aylanamiz. Xudo xolasa akalar, kanalga obuna bo'lmaganlar podpiskaga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Mashinani quvlab chiqdik. Ispaniya tog'lariga chiqmoqchimiz. Dakansa. Bu yoqda nima bor? Shu tepaligigacha bormoqchiman agar qo'llab-quvvatlab tursalaring zo'r bo'lardi. Birinchi mana tepalikka chiqamiz. Keyin toqqa chiqamiz. Tog'da tog' bormi deganlar uchun endi akalar qiziqda bu yoq. Ama endi bilmayman, ilon bormi bu yoqda? Tulki bormi, bo'ri bormi? Yo bismillah. No. Mana manzarani akalar tepadan turib kuzatib keldi. Agar kimgadir shu manzara tepadan turib kuzatish qiziq bo'lsa, Ispaniya tog'lari, Alp tog'lari qaysi davlat dedi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar, agar eshitgan bo'lsam. Avstriya dedi, Alp tog'lariga ham xohlasak tomonlarga zadaniya tushib borsak, akalar buni manzarani tepadan ko'rgim kelyapti o'zim to'g'risi. Agar kimgadir shu manzara qiziq bo'lsa, kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, podpiska bosinglar akalar. Oxirigacha kuzatinglar. Nima bo'lgan taqdirda ham shu tog'ning cho'qqisiga chiqib, inshaalloh shu manzarani tepadan ko'rsataman. Ispaniya. Kimlargadir endi bu tomonlarga kelish qiyin-da baribir. Shunchalik kelibmiz, Allohga shukr. Kanalimiz bor. Syomka qilib Instagram va YouTube kanaliga qo'yamiz. Eurobarber kanalimiz nomi bor. Akalar ketdik bo'lmasa, podpiska bo'lishdan chiqmasin. Shu manzarani tepadan ko'ramiz akalar. No. Hozircha shunaqa joy, ya tepalarda biz nima kutyapti bilmayman. Tepalikka chiqamiz. Keyin Dakansa, tog' ustiga chiqaman deb umid qilib ketyapman. Manzaraga prosta gap yo'q. Manzaraga prosta gap qaraylar. Yo'lga chiqmoqchiman, ko'rmoqchiman va kanalimga qo'ymoqchiman. Sizlar ham obuna bo'lib, 100 ga 1 million ta bo'lib ketayapsiz akalar. Shunaqa qiziqarli videolar bo'laveradi. Yevropaga kelmoqchi bo'lganlar ko'rayotgan bo'lsa, kanalimizda, ko'proq Instagram kanalimizda suraga oid ma'lumotlar qo'yib boryapmiz. Kimlargadir foydamiz yetgan bo'lsa xursandmiz. Like, dislike, kommentariya. Hop, akalar, maqsadni biriga erishdik. Kichkina tepalikka chiqdik. Endi kimga qiziq shu? Orqasida nima bor? Chiqsammi, chiqmasammi? Chiqaman. Yo'l joygacha ko'rgan bo'lsangiz, akansa ko'ring. Shu tog' orqasida nima bor ko'ramiz akansa. Mana bular. Bekar yotgandan bekar ishlaydi. Lekin manzara klass akalar. Ispaniya tog'larini. Qadar qiziq bo'ladimi? Like, obuna bo'lishdan chiqmasin. Hop, akalar kuzatishda davom etayotgan bo'lsalaring. Nega yurib ketyapmiz endi. Maqsad sari. To'g'risi, ayollarga ham tikanlar kirib, yon chiqmasin inshaalloh. Oldimdan deb ketyapman qo'rqib. Noja bo'lsa, darida ham tugaydi, latinsa ham tugaydi. O'rtasidagi go'zallik akalar. Akalar buni manzaraga bizim maqsadimiz shu toqqa chiqish. Tog'da tog' bor. Biz ketyapmiz shu tomonga qarab. Juda oz qoldi. Bu yoqda nima bor qiziqda bizga. Sizlarga qiziq bo'lsa, videoni kuzatishda davom etinglar. Kimdir video joygacha ko'rgan bo'lsangiz, o'sha tog' cho'qqiga chiqdik. Ispaniya tog'lari. Joy joylar. Videoni boshida aytganimdek, meni ilon bo'lsangiz, ayoq bo'lsangiz. Raqamlar. Akalar tog' orqasida nima bor deganlar uchun, tog' orqasida mana hayot bor ekan. Haligi anaqa dumalab kelgan joyga keldim ekan, yerda deb o'zim ko'rsam bo'lsa. Yo, bismillah.
tosh aylana tosh o'ralgan. Nimaligini bilmadim. Bilganlar kommentariyga yozib qo'yinglar. Tosh yo'q bo'lgan so'chyapti. Nimaligini rosa qiziq bo'ladi. Bor ko'rsammikan ham deb. Qanday zona bo'lsa chi. Ingiz qilganlar shuna qo'yib keladi. Mana ko'p o'xshaydi. Hali soldatlar. Yaxshi. Aylanib bor. To'mbom. Hali kino bo'ladi. Nima qilsa shunday kelsa, katta tuxum bo'ladi. Tuxumni oldida tursa, shunga qarasan ariyadan dinozavr chiqadi. Maqsadlar degan. Yana qiziq bo'layotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosinglar. Bunga borganim qo'rqdim lekin aylanasida tosh turibdi. Nimaligini bilmadim. Qaytamiz aka. Afrikadagi haligi. Biz yolg'izlar. Tarafdan yo'llarasiz. Sayohatimiz shu hafta nima hozir qayerda yuriblar? Ispaniya tog'lari, Alp tog'lari qayerdaligi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki Yevropa 26 ta davlat. Fransiya, Germaniya, Italiya, Avstriya, Gollandiya, Belgiya, qayerga borsam shunaqa chiroyli joy, manzarali. Mana yashil qopli bulut. Ashirdan quyosh tushyapti. Gapimizni eshitib olsak yo'q bo'ladi. Shunaqa yaxshi bo'ladi. Allohga shukr. Yangi kelmoqchi bo'lganlar, bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, Yevropaga borsammi, bormasammi deyaptilar. Bir yil oldin men ham sizga o'xshab shunaqa qilib videoni orqasiga kuzatib, borsammi, bormasammi deb bo'lardi. To'g'ri bo'ladi. Shunaqa chiroyli joylarni ko'rasizlar. O, mashinamiz turibdimi, demak bizga oylik yozilgan. Yevropaga kelish kerak, ishlash kerak akalar.